Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun biz har bir fuqaro uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan, lekin ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Tasavvur qiling. Siz uyda tinchgina o'tiribsiz, birdaniga eshigingiz qattiq taqillay boshlaydi va tashqaridan politsiya eshikni oching degan buyruq yangraydi. Bunday vaziyatda har qanday odam sarosimaga tushishi, nima qilishni bilmay qolishi tabiiy hol. Lekin men sizga aytamanki, bu vaziyatda nima qilish kerakligini bilish, o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun qonuniy asoslarga ega bo'lish har birimiz uchun suv va havodek zarur. Bu ma'lumot har birimizga tegishli va uni bilish hayotingizning ma'lum bir nuqtasida sizni juda katta muammolardan xalos qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki unda siz kutgan va kutmagan juda ko'p muhim tafsilotlar bor. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Qonunlar va huquqiy amaliyot doimiy ravishda rivojlanib boradi. Ammo har doim ham oddiy fuqarolar bu o'zgarishlardan xabardor bo'lishmaydi. Ilgari, ya'ni bir necha 10 yillar oldin, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining vakolatlari bugungidan farqliroq edi. O'sha davrda xodimlar ko'pincha fuqarolarning shaxsiy daxlsizligiga nisbatan ba'zi bir cheklovlarga ega bo'lsa-da, ba'zi holatlarda bu cheklovlar yetarlicha ta'minlanmasligi mumkin edi. Masalan, ba'zi holatlarda suddan ruxsatnoma olish jarayoni uzoqroq bo'lishi. Shu sababli tezkor harakatlar qilish zarurati tug'ilganda ba'zi bir istisnolar mavjud bo'lishi mumkin edi. Odamlar ko'pincha huquqiy bilimlari yetishmasligi sababli militsiya xodimlari nima desa, shuni qilishga majbur deb hisoblar edilar. Bu esa o'z navbatida huquqbuzarliklar sodir etilishiga yoki fuqarolarning huquqlari buzilishiga zamin yaratishi mumkin edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mustaqillik yillarida, ayniqsa so'nggi yillarda O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Konstitutsiyamizning 27 moddasida har kimning uy-joyi daxlsiz ekanligi aniq belgilangan. Ya'ni hech kimning uyiga sud qarorisiz kirishga yoki tintuv o'tkazishga haqqi yo'q. Bu nafaqat rasmiy bayonot, balki qonun bilan mustahkamlangan har bir fuqaroning hayoti uchun muhim kafolatdir. Bu degani shunchaki militsiya xodimi ekanligi uchun ham eshigingizni ochishga majbur emassiz. Bugungi kunda qonunchilikda har bir bosqich, har bir harakat aniq belgilangan. Bu o'zgarishlar fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirishga va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Ammo shunga qaramay, ko'pchilik oddiy fuqarolar bu huquqlardan to'liq xabardor emaslar. Aynan shu sababli bugungi videomizda biz barcha nozik jihatlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Asosiy qism edi. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Avvalo, shuni ta'kidlash lozimki, politsiya yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari sizning uyingizga shunchaki kirib kelishi mumkin emas. Bu qonun bilan qat'iy tartibga solinadi. Quyidagi holatlarda ular uyingizga kirishi mumkin. Birgi, sudning tegishli ajrimi yoki qarori mavjud bo'lganda, bu ajrimda tintuv o'tkazish, tegishli buyumlarni olib qo'yish yoki shaxsni olib ketish uchun aniq asoslar ko'rsatilgan bo'lishi shart. 2. Jinoyat sodir etilgan joyda sodir etilgan jinoyat izlarini yo'qotishning oldini olish, shoshilinch tergov harakatlari o'tkazish zarurati tug'ilganda, lekin bu holat ham keyinchalik sud tomonidan tasdiqlanishi shart. 3. Odamlarning hayoti yoki sog'lig'iga bevosita xavf tug'ilganida, masalan, yong'in, tabiiy ofat, baxtsiz hodisa, biror jinoyat sodir etilishi oldini olish yoki yordamga muhtoj shaxsni qutqarish uchun. 4. Jinoiy ta'qib qilish, qidiruv ostidagi shaxsning uyda yashiringanligi haqida ishonchli ma'lumot bo'lganda, kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida, agar siz qonunlarga rioya qiladigan halol fuqaro bo'lsangiz, ko'p hollarda xavotirlanishga sabab yo'q. Biroq ba'zi vaziyatlar borki, ular sizning uyingizga politsiya tashrifiga sabab bo'lishi mumkin. 1. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishingiz. Agarda sizda bir necha marotaba jarimalar to'lanmagan bo'lsa, masalan, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun tezlikni belgilanganidan 20 km/soatdan ortiq oshirganlik, qizil chiroqda o'tganlik kabi yoki jamoat joylarida mayda bezorilik, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish qoidalarini buzganlik uchun bir necha bor jarimaga tortilgan bo'lsangiz va bu jarimalar belgilangan muddatda to'lanmagan bo'lsa, ijro ishi qo'zg'atilishi mumkin. Misol uchun, bir fuqaro bir yil davomida 4 marotaba tezlikni oshirgani uchun
jarimaga tortilgan, ammo ularning birortasini ham to'lamagan. Bu holatda sud ijrochisi ijro organlari bilan birgalikda qarzdorning mol-mulkini aniqlash, hatto undirish uchun uning yashash joyiga tashrif buyurishi mumkin. Bunday holatda politsiya sud ijrochilariga hamrohlik qilish uchun jalb qilinishi mumkin. Bu degani sizni shunchaki ushlab ketish uchun emas, balki ijro ishini ta'minlash uchun kelishlari mumkin. 2. Jinoiy ishda gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi sifatida ishtirok etishingiz. Agar siz biron bir jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotgan bo'lsangiz yoki sizga nisbatan ayblov e'lon qilingan bo'lsa, politsiya sizning uyingizga tintuv o'tkazish yoki sizni ushlash uchun sudning ajrimi bilan kelishi mumkin. Masalan, 2023 yilda bir fuqaro giyohvand moddalarni saqlashda gumon qilinib, uning uyiga sud ajrimi asosida tintuv o'tkazildi. Tintuv davomida tegishli dalillar topilib, ushbu fuqaro qo'lga olindi. Bunday holatlarda sud ajrimida aniq nima sababdan kirilayotgani, nima qidirilayotgani aniq ko'rsatiladi. 3. Giyohvand moddalarni saqlash yoki tarqatish. Bu eng og'ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Agar sizda bunday moddalarni saqlash yoki tarqatishga doir gumonlar bo'lsa, politsiya albatta sud ajrimi bilan keladi va ularning harakatlari juda qat'iy bo'ladi. Bir misol. 2022 yilda Toshkent shahrida bir xonadonda giyohvand moddalar ishlab chiqarilishi haqida ma'lumot kelib tushgan. Huquq tartibot idoralari tezkor qidiruv tadbirlari natijasida tegishli sud ajrimini olib, ushbu uyga kirishgan va yashirin laboratoriyani fosh qilishgan. 4. O'zganing mol-mulkini o'g'irlaganlik, talon-taroj qilganlik. Agar siz o'g'irlik, talonchilik kabi jinoyatlarda gumonlanayotgan bo'lsangiz va o'g'irlangan narsalar sizning uyingizda yashirilgan deb taxmin qilinsa, sud ajrimi bilan tintuv o'tkazilishi mumkin. 5. Oila a'zolaringizning jinoiy faoliyati. Afsuski, oila a'zolaringizdan kimdir jinoiy ishga aralashib qolgan bo'lsa va ularning qidiruvda ekanligi yoki sizning uyingizda yashiringanligi haqida ma'lumot bo'lsa, sizning uyingizga ham politsiya kelishi mumkin. Bu holatda ham albatta tegishli sud ajrimi yoki favqulodda vaziyatlar kodeksida nazarda tutilgan boshqa qonuniy asoslar talab qilinadi. 6. Vasiylik va homiylik organlarining murojaati. Agarda voyaga yetmagan farzandingiz bor oilada bolaning huquqlari buzilayotganligi yoki uning hayotiga xavf tug'ilayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlar bo'lsa, vasiylik va homiylik organlari murojaati asosida politsiya xodimlari tegishli choralar ko'rish uchun kelishi mumkin. Bunday holatlar odatda og'ir ijtimoiy sharoitlarda yoki bolaga nisbatan zo'ravonlik sodir bo'layotganida yuzaga keladi. Masalan, ichkilikbozlikka ruju qo'ygan ota-ona o'z farzandlariga qaramayotganligi, ularning salomatligiga xavf tug'dirayotganligi haqida mahalladan murojaat tushsa, tegishli organlar bunga befarq bo'lmaydi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar siz qonunlarga to'liq rioya qiladigan, hech qanday huquqbuzarlik sodir etmagan fuqaro bo'lsangiz, politsiyaning eshigingizga kelishi ehtimoli juda kam. Ammo shunday bo'lsa ham, ba'zida sizga emas. Balki boshqa shaxsga tegishli bo'lgan, lekin sizning manzilingizga ro'yxatga olingan yoki sizning qo'shningizga qidiruv ishlari doirasida kelishlari mumkin. Bunday holatda ham xotirjamlikni saqlab, qonuniy tartibda harakat qilish muhimdir. Masalan, sizning qo'shningiz qidiruvda bo'lsa va sizning uyingizga yaqinlashib, uning qayerdaligini so'rashlari mumkin. Bu holatda siz huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishingiz kerak. Ammo ularning uyingizga kirishiga faqatgina qonuniy asoslar bo'lganda ruxsat berishingiz mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar. Qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar har bir qoidaning o'z istisnolari bor. Huquq tartibot organlarining uyingizga kirishi bo'yicha ham shunday. Ba'zi hollarda sud ruxsatisiz ham ular uyingizga kirishi mumkin. Buni bilish juda muhim. 1. Favqulodda vaziyatlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar odamlarning hayotiga, sog'lig'iga bevosita xavf tug'ilgan bo'lsa, masalan, yong'in, gaz portlashi, tabiiy ofat, suv toshqini, zilzila kabi holatlarda politsiya, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda sizning ruxsatingizsiz ham uyingizga kirishlari mumkin. Bu holatda ularning maqsadi jinoyatni ochish emas, balki inson hayotini saqlab qolish va xavfsizlikni ta'minlashdir. Misol uchun, qo'shnining xonadondan tutun chiqayotgan bo'lsa va eshik yopiq bo'lsa, yong'in xavfsizligi xodimlari va politsiya eshikni buzib kirishi mumkin. Bu hayotiy zarurat. 2. Jinoyatni ta'qib qilish, qidiruv. Agar huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoiy harakat sodir etgan shaxsni bevosita ta'qib qilayotgan bo'lsa,
va bu shaxs sizning uyingizga yashiringanligi haqida ishonchli ma'lumot bo'lsa, ular sud ajrimisiz ham kirishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, bu holatda ham ular kirgandan keyin 24 soat ichida prokurorga xabar berishi va sudning tasdig'ini olishi shart. Agar sud bu harakatni tasdiqlamasa, barcha to'plangan dalillar haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bu qaltis jihatlardan biri hisoblanadi. Misol uchun, shahar markazida odam o'ldirgan jinoyatchi qo'lga qurol bilan qochib, tasodifan sizning yashash hududingizdagi uyga kirib ketganini guvohlar aniq ko'rgan bo'lsa, bu holatda politsiya tezkorlik bilan kirishi mumkin. Chunki kechikish inson hayotiga xavf tug'dirishi yoki jinoyatchini qochib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Voyaga yetmaganlar yoki ruhiy kasal shaxslarning xavfsizligi, agarda uyda voyaga yetmagan shaxsga yoki ruhiy kasalligi bor shaxsga nisbatan zo'ravonlik sodir etilayotganligi, ularning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'ilganligi haqida aniq ma'lumotlar bo'lsa, bu holat ham sud ruxsatsiz kirishga asos bo'lishi mumkin. Bu ham yuqoridagidek keyinchalik prokurorga xabar berish va sud tasdig'ini olishni talab qiladi. Oshkor bo'lmagan nozikliklar, qonunbuzarlik va dalillar. Ba'zida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari sizni qo'rqitishga yoki bosib o'tkazishga urinishi mumkin. Ular eshikni ochishingizni talab qiladi. Aks holda eshikni buzib kiramiz va keyin buni sizga jinoyat sifatida qo'shamiz kabi tahdidlarni ishlatishi mumkin. Bu mutlaqo noto'g'ri va noqonuniy. Agar ularda qonuniy asos bo'lmasa, ular eshikni buzib kira olmaydi. Agar ular qonuniy asoslarsiz kuch ishlatib kirishsa, bu ularning o'zlarining harakatlarida jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi va bu asosda to'plangan dalillar sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Videoga olish huquqi. Sizning uyingizga kelgan politsiya xodimlarining harakatlarini videoga olishga haqqingiz bor. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda juda muhim dalil bo'lishi mumkin. Xodimlar bunga to'sqinlik qila olmaydi. Agarda ular sizni videoga olishni taqiqlasa, bu ham ularning qonunbuzarligi hisoblanadi. Guvohlar ishtiroki, tintuv o'tkazishda yoki uydan narsalarni olib qo'yishda, shuningdek boshqa tergov harakatlarida kamida 2 xolis guvoh ishtirok etishi shart. Bu fuqarolarning huquqlari buzilmasligini, tergov harakatlari shaffof o'tkazilishini ta'minlash uchun muhim kafolatdir. Agar guvohlar ishtirokisiz tergov harakatlari o'tkazilsa, bu ham protsessual qonunbuzarlik hisoblanadi. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, mana shu og'ir vaziyat yuzaga kelsa, aynan nima qilish kerak? Bu yerda aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni eslab qo'ling. 1. Darhol eshikni ochmang. Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlashga harakat qiling. Qattiq sarosima sizni xato qilishga undashi mumkin. Darhol eshikni ochishga shoshilmang. Avvalo eshikdagi ko'zdan tashqaridagi shaxsning kimligini aniqlashga harakat qiling. Kim bor deb so'rang. Ular politsiya deb javob berishsa ham, hali ham eshikni ochishga majbur emassiz. Siz ulardan kelish sababini va tegishli hujjatlarni talab qilishga haqqingiz bor. 2. O'zini tanishtirishini va kelish sababini so'rang. Eshik orqasidan turib, baland ovozda quyidagi savollarni bering. Ism, familiyangiz, lavozimingiz nima? Qaysi bo'limdan keldingiz? Kelishingizdan maqsad nima? Qaysi ish yuzasidan keldingiz? Ular o'zlarini to'liq tanishtirishlari va kelish sababini aniq aytishlari shart. Masalan, men serjant Alimov ichki ishlar bo'limidan 25 sonli jinoyat ishi bo'yicha fuqaro Ahmedovni qidiryapmiz yoki sud ijrochisi Ivanov sudning 15 apreldagi ijro varaqasi asosida keldim. Ular aynan kimni qidirayotganini ham aniq aytishlari kerak. Agar sizga taalluqli bo'lmagan shaxsni qidirayotgan bo'lsa, siz bunga aloqador emassiz. O'tosud ajrimi yoki ruxsatnoma talab qiling. Agar ular uyingizga kirmoqchi bo'lishsa, siz ulardan sudning kirishiga ruxsat beruvchi ajrimini yoki tintuv o'tkazish to'g'risidagi qarorni ko'rsatishni talab qiling. Menga sud ajrimini eshik ostidan ko'rsating yoki videoga olib jo'nating deb ayting. Qonun bo'yicha ular bu hujjatni sizga taqdim etishga majbur. Hujjatda sudning muhri, raqami, sanasi, kimga nisbatan va nima sababdan kirishga ruxsat berilganligi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Hujjatda sizning manzilingiz aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar ular hujjat ko'rsatishdan bosh tortsa yoki bunaqa hujjat shart emas desa, ularni kirita olmaysiz. Faqatgina odam hayotiga bevosita xavf tug'ilganda yoki jinoyat sodir etilgan joydan qochgan shaxsni bevosita ta'qib qilish holatlarida sud ajrimisiz kirishga ruxsat beriladi. Lekin bu holat keyinchalik sud tomonidan tasdiqlanishi shart. 4. Jarayonni videoga oling.
o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun ularning harakatlarini mobil telefoningizga videoga oling. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Videoda hujjatlarni ko'rsatishini, kelish sababini aytishini talab qiling. Agar ular videoga olishga qarshilik qilsa, bu ularning o'zlari qonunbuzarlik sodir etayotganini anglatishi mumkin. Videoga olish jarayonida ularning yuzlari, formasidagi belgilar va hujjatdagi ma'lumotlar aniq ko'rinishiga harakat qiling. 5 yaqinlaringizga yoki advokatga qo'ng'iroq qiling. Bunday vaziyatda imkon qadar tezroq advokatingizga. Agar advokatingiz bo'lmasa, ishonchli qarindoshingizga, do'stingizga yoki mahallaning faoliga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntiring va yordam so'rang. Ular kelishini kutishga haqqingiz bor. Agar sizda advokat bilan shartnoma mavjud bo'lsa, uning kelishini talab qilish va uning ishtirokisiz hech qanday tergov harakatlariga rozi bo'lmaslik huquqiga egasiz. 6. Agar ularda sud ajrimi bo'lsa va uyingizga kirish zarurati paydo bo'lsa, agar ular sudning qonuniy ajrimini ko'rsatsa va sizni kirgizishga majbur bo'lsangiz, eshikni ochishdan oldin quyidagilarni qiling. Telefoningizni ochiq holda video yozuv rejimida ushlab turing. Xolis guvohlar borligini tekshiring. Ular kamida 2 nafar voyaga yetgan, uyingizda yashamaydigan shaxs bo'lishi shart. Agar guvohlar bo'lmasa, ularning kelishini talab qiling. Uyingizga kirishdan oldin ulardan xolis guvohlar ishtirokida protokolda uyingizda mavjud qimmatbaho narsalarning ro'yxatini tuzishni talab qiling. Bu keyinchalik yo'qolishlarning oldini oladi. Hech qachon yolg'iz qolishga harakat qilmang. Har doim boshqa bir oila a'zosi yoki ishonchli shaxs yonida bo'lsin. Har qanday hujjatga imzo chekishdan oldin uni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar biror joyga rozi bo'lmasangiz yoki tushunmasangiz, imzo chekishdan bosh torting va imzo chekishdan bosh tortaman yoki ushbu bandga rozi emasman deb yozing. Bo'sh joylarni chizib chiqing. Ular olib ketayotgan har bir narsani protokolda aniq qayd etilishini talab qiling. Protokolning bir nusxasini o'zingizga olishni unutmang. 7. Tungi vaqtda kirish. E'tibor bering. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 162 moddasiga ko'ra, tintuv kechasi soat 22:00dan tungi 06:00 gacha o'tkazilishi mumkin emas. Faqatgina kechiktirishga yo'l qo'yib bo'lmaydigan alohida holatlarda bundan istisno qilinadi. Masalan, jinoyatchini ta'qib qilish, hayotga xavf tug'ilishi. Agar ular tunda kelishsa va favqulodda holat bo'lmasa, ularni kirgizishga haqqingiz yo'q. Bu ko'rsatmalar sizga o'zingizni qonuniy himoya qilishda juda katta yordam beradi. Unutmang, har bir fuqaroning huquqi, uning uyi daxlsizligi qonun bilan himoyalangan. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, politsiya eshigingizni taqillatgan vaziyatda nima qilish kerakligini bilish nafaqat qonuniy haqqingiz, balki o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilishning kalitidir. Huquqiy savodxonlik bu bugungi kunda har birimiz uchun zarur bo'lgan vosita. Qonunlarni bilish va o'z huquqlarini talab qila olish bu erkin va adolatli jamiyatning asosidir. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu ma'lumotlarni nafaqat o'zingiz bilib qoling, balki oilangiz, do'stlaringiz va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki hech kim bunday vaziyatda qonuniy jihatdan himoyasiz qolmasligi kerak. Sizningcha bunday vaziyatlarda yana qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin? Politsiya xodimlarining harakatlarida siz qanday qonunbuzarliklarga duch kelgansiz? O'z fikr va tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu boshqa foydalanuvchilar uchun ham qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi foydali va hayotiy mavzularni yoritishda davom etamiz. O'zingizni asrang, huquqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.